Assalomu alaykum Bobur 95 kanali obunachilari. Bugun sizlarga o'zlarimizning birinchi tumanimizda joylashgan Kukmara magazinidagi qozon narxlari bilan oshxona anjomlari narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Kukmara alyumin qozonlarimiz, granit qozonlarimiz haqida ma'lumot beramiz. 2026-yilda alyumin qozonlarimizda ham narxlarida o'zgarish bo'ldi, granit qozonlarimizda ham narxida o'zgarish bo'ldi. Alyumin qozonlarimizning tiyini oladi, lekin qarayib qusib ketmaydi. Tiyini olmaydigan qozonlarimiz granit bo'ladi. Mana hozir bular narxlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Kukmara alyumin qozonlarimiz 1 litrdan boshlanadi. 1 litrligi 160 ming so'm bo'ladi. Eng kichkinasi 1 litrlik bo'ladi. Keyin 2 litrligi 190 ming so'm. Keyin mana 3 litrlik deyiladi. Bunda 1 kilopola o'xshaydi. Buning narxi 220 ming so'm. Keyin 3 litrlikning bunday topa qozon xilisi ham bor. Kichkinagina, o'ng'ayli, qo'rdoq hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Buning narxi 280 ming so'm. Bu 4 litrlik deyiladi. Bundan 1 kilo pishadi. Bu ko'ylab ansatroq bo'ladi. Go'sht bilan ishlanganda bu sal kattaroq bo'ladi. Buning narxi 250 ming so'm. Bu aslında 5lik bor mana. 1,5 kilopola o'xshatadi, 290 ming so'm. Bu 6 litrlik deyiladi, 2 kilopola pishadi. Buning bahasi 320 ming. Keyin bu yerda 8lik yo'q, 8likning bahasi 340 ming so'm. Bu mana 3 kilo pishadigan 10 litr deyiladi. O'zi 10 litrlik yozilib ham turibdi. O'zi ichida 10 litr degan. Bunda 3 kilopola pishadi, 380 ming so'm. Keyin bu yerda 12 litrlik bor mana 450 ming so'm. Bu yerda hozir 16 20 30 litrlar yo'q. 1-2 kunga keladi. 16lik 600 ming so'm. 20 litrlik 7 kilopola pishadigan 680 ming so'm. 30 litrligi 10 kilopola pishadigan 900 ming so'm. Qozonimiz o'choq qozon, palov qozon deyiladi. 4,5 metr deyiladi. Buning bahasi 280 ming so'm. Buning afzalligi gazdan tura oladi. Asti tekis buning. Asti tekis bo'ladi bunday. Aslidagi 6 litrlik deyiladi. 6 litrlikning bahasi 300 ming so'm turadi. 2 kilopola pishadigan. Keyin aslida 8 litrlik bor, 2,5 kilopola pishadi. Buning narxi 360 ming so'm. Buning katta razmerlari ham bo'ladi, u ham keladi bir kunlarga. Hamma razmerlar. Bu alyumin qozonlarimizning narxlari 2026-yilda shu narxda turadi inshaalloh. Kukmara granit ultra qozonlarimiz 1 litrdan 10 litrgacha bo'ladi. Mana granit degan shu toshning ati bo'ladi. Bu 6 sloy bo'ladi bu. Temir qira olmaydi buni. Bularning narxlari 2026-yilda 10 litrligida 3 kilopola pishadi. Mana original shtrix kodlari bor, hammasi. Bu 570 ming so'm. Sal qaytiladi, nelarni qo'shib berishimiz mumkin agar narxidan qaytmasak shunda taxta qoshiqlarni. 8 litrlik bo'ladi bu yerda. 8 litrligi ana shu 8 litrlik deyiladi. Bunda 2,5 kilopola pishadi. Buning bahasi 520 ming so'm. Ki 6ligi bo'ladi buning 2 kilopola pishadigan 470 ming so'm, 5ligi 440 ming so'm. Ki 4lik bor mana 1 kilopola pishadigan. Buning narxi 390 ming so'm. Hammasi original bor. Ki 3 litrlik bo'ladi. 3 litrligida 1 kilopola pishadi, 350 ming so'm turadi. Ya'ni shu kichkina qozon. Keyin 2ligi 320 ming so'm turadi. Ana shunda narxlari. Bu ovqatini olmaydigan sifatli kundalik ishlatadigan qozonlar. Do'konimizda Kukmara zavodining Trendy Steel markasi Blinitsa tovalar ham bor. Buning razmeri 24 sm bo'ladi. Shu diametri bu 3 qatlam bo'ladi mana, original. Buning 22ligi bo'ladi. 22ligi 210 ming so'm, 24ligi 220 ming so'm. Sal kelishtirib beriladi. Keyin buning granit xillari ham bor. Graniti 6 qatlam sloy bo'ladi bu. Kichkinasi 22 sm bo'ladi. Kichkinasi 220 ming so'm. Bu 6 qatlam bo'ladi. Keyin kattarog'i bor buning 24 sm ham bor. Buning narxi 240 ming so'm. Postoyanniy ishlatuvga shu variantlar yaxshi. Keyin bu yerda kartoshka, go'sht qovurish uchun ham tovalarimiz bor, Kukmara tovalarimiz. Ana shu Trendy Steel markasi 3 qatlamli, surogi 10 yilgacha, o'rtacha. Bahasi 280 ming so'm turadi buning. Keyin kattarog'i bor shuning buni. Bu ham Trendy Steel marka deyiladi. Bu ham toshdan yasalgan. Buning narxi 300 ming so'm. Original hammasi 3 qatlam tosh, ishonchli. Keyin agar ulug'roq tova ishlataman, granit yaxshisidan deganlar uchun mana katta granit tovalarimiz ham bor. Buning kichik razmerlari ham keladi. Bu 390 ming so'm. Kukmara do'konimizda yana zamonaviy sifatli oshxona anjomlaridan chopperlarimiz bor. Bu chopperlardan afzalliklari motorlari qizmaydi, pichoqlari quyma bo'ladi. Bularning bahasi 255 ming so'm. 250 ming bilan berib turibmiz. 3 litrlik bo'ladi. Vikalina firmaniki, Sonifer firmaniki bor. Keyin mana tozakan narsalardan mana Beltov firmasidan 400 wattlik blenderlarimiz keldi. Motorlari yaxshi, LED indikatorli, ishonchli. Buning bahasi 500 ming so'm. Sal kelishtirib beriladi. Keyin mana original so'kinchmoqlarimiz keldi yana. Sonifer firmaniki. Bu ham ishonchli. Ichlari bilan shakerlar bo'ladi. Mevani tartib etadigan xili ko'p sotilgan bu. Buning bahasi 680 ming so'm, sal qaytib beriladi. Keyin mana chayniklarimizning baholarini aytadigan bo'lsak,
Kukmara çenklerimiz köp satıladi. O'zlarimiz ham uyda ishlatamiz. Bahasi 150 ming so'm. Keyin buna neobishniroq dizaynli chenklar ishlatadanlar uchun 200 minglik bor. Qozon bilan patsiyet etib ishlatsa bo'ladi buni. Mana shunday bo'ladi. Qozon bilan patsiyet bo'ladi buni. Buning narxi 200 ming so'm, sal kelishtirib beramiz. 3,5 metr oladi obyomi. Keyin mana podarishniy chaynak so'raganlar uchun mana 90 mingdan Xitoyning Zipter firmaniki mana 90 mingdan bersa bo'ladi. Uyga ham ishlatsa bo'ladi, lekin sifati o'rtacharoq bo'ladi. Keyin mana basma chaynaklarimiz bor. Mana 1,5 metrlik 95 ming so'm Rossiyaniki, original emas. 2,5 metrliklar keldi. Bu hammasi pechatli bo'ladi bizlarda, o'zlarimiz. Qarachoy, quyug'i hamma narsa bo'ladi. Obyomi 2,5 metr, bahasi 110 100 dan berib turibmiz. 3,5 metrlik basma chaynaklarimiz ham keldi. Rossiyaniki hammasi. Buning bahasi 120 ming so'm. İçlari ham qalin. Qog'ozlari bor, dokument hamma narsasi. Choy termoslarimiz ham bor shunda. Bu yarim litrligi ko'p so'ralgan, shu sumkada olib yurish uchun o'ng'ayli, ichi shisha bo'ladi, bahasi 40 ming so'm. Keyin ana shunday neobishniy termoslarimiz bor. Bu 1 litrlik ichi temir bo'ladi. Xalasanglar choyni zavorga solib qo'ysanglar, choy damlab olib yursadan bo'ladi termos etib. Bu o'ng'ayli ham termos ham chaynak. Buning bahasi 60 ming so'm. 1 litr oladi, ichi temir. Keyin bular ham bor mana. Original, bir kungacha issiq turadi. Bahasi 60 ming so'm. Sifati yaxshi xillari bilan. 2 litrliklar bor, bu arzonroq bo'ladi. 50 ming so'm. 3 litrligi 60 ming so'm. Keyin mana 2 litrlikning ichi temir xillari bor. Bu bahasi 80 ming so'm. Keyin bu yergi bor, bu ham 80 ming so'm, ichi shisha buniki. 2 kungacha issiq turadi deydi shuni. Buni 3 litrlik ham bo'ladi, 90 ming so'm. Bu 2 litrligi. Utuklarimiz ham bor. Keyin original Pika Irandiki 150 ming so'm. Ovur utuk, bu 2-3 kilodan keladi ovurlar. Keyin parli utuklarimiz bor. Polaris firmaniki 220 ming, Sonifer firmaniki bor. Yashil svet 330 ming so'm, 300 dan bera olamiz uni original. Keyin mana original mikser so'raganlar uchun Sonifer firmaniki xizmat olgan yaxshi xilisi 250 ming so'm. Ya'ni shu ham ko'p sotiladi. Keyin mana tefallarimiz ham bor. Original tefal ishlataman deganlar uchun Soniferdagi original. Bu 220 ming, 200 dan berib turibmiz. Ichlari quyma bo'ladi. Arzon tefallar ham bor. 90 ming, 60 ming shunday variantlar ham bor. Kukmara zavodi haqida qisqacha ma'lumot beratan bo'lsam, Kukmara zavodi Rossiyaning Tatariston Respublikasida Kukmor zavodida joylashgan. 1954-yildan beri qozon ishlab chiqaradi. O'zbekistonga 2019-yilda kirib keldi. Umumiy 30 ga yaqin davlatga eksport etadi mahsulotlarni. Katta tajribaga ega bo'lgan zavod bo'ladi. Shuning uchun biz shu zavod bilan ishlashamiz. Hali hech kim qirildi, kuydi, yovushdi demadi shu vaqtgacha birday sotamiz. Bu do'konda biz 2021-yilda ochdik, shundan beri qozon sotib kelamiz. Shishali tuzdollarimizning narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu uchli bo'ladi. Nikel sveti bor, qora svetlari bor. Shu uchovi 65 ming so'm, 60 dan bersak bo'ladi. Oq sveti bor mana, qora svetlari bor. Keyin mana neobishniy ishlataman deganlar uchun usti yog'och, postavkasi ham bor. Bu 130 lik bu. Keyin bu tashli xillar bor, 85 ming so'm. 80 dan berib turibmiz. Keyin ko'pchilik so'ragan mana ulug'roq bo'lsin, ko'kcha zavorni ko'proq salaman deganlar uchun mana dim kattasi bor. Keyin o'rtachasi bor, kichkina. Shu uchovi 110 ming so'm. Shisha bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Keyin mana arzonroq, neobishniy, yaltiroq uchovi 3 turli razmer bo'ladi. Bahasi 90 ming so'm. Sal kelishtirib beramiz buni. Buning ham oq svetlari bor mana. Keyin mana tashli xilli bor mana orqada qolib ketibdi bu. Kofe, mana choy. Bu toshdan yasalgan 170 ming so'm. Sveti yaxshi neobishniy. Mana choy kasalarimiz. Bularning hammasi original, mana pechati bo'ladi hammasining aslida. Qo'lga o'ng'ayli, qarachoy ichuvga ham ko'p sotiladi. Danasi 9 ming so'm. Ko'proq raqamlarga yana sal qaytib beramiz. Buning zamonaviy svetlari bor mana. Yuzimning tushirgan rasmlari. Keyin mana limon chayniklarimiz bor. 1 litr obyomi 85 ming so'm. Qaytib beramiz. Aslida polni limon solib, zavorga shakarxon solib qo'ysa bo'ladi. Mosirib, sirtqa chiqmaydi. Keyin 1,5 metrlik o'shin chaynaklarimiz bor, 60 ming so'm. Keyin bu limon chaynagimiz, obyomi 1 litrlik, buning bahasi 70 ming so'm qaytib beriladi. Bular ham 1 litr, bu ham 70 ming. Kattaroqlari 80 ming. Bu neobishniy so'nggi chiqqani, bu ham 85 ming so'm. Qo'lga o'ng'ayli, ushidan yerlar ham mana neobishniy. Sirchali o'jlarimiz ham bor. Do'konimizda mana Rossiyaniki Emaloronniy 1 litrlik 60 ming so'm. 55-50 dan bersa bo'ladi. Bu ham 60 ming so'm. Keyin mana 3 litrlik kastrolkalar bor, 80 ming so'm. Keyin 1,5 metrlik kastrolka 55, 2,5 metrligi 75, 4,5 metrligi 95 ming so'm. Keyin mana lagerlarimiz toza keldi. Sirchali chelagimiz ham bor. 165 ming Rossiyaniki bular. Hammasi pechati, hammasi bor. İçinde dokumentlari. Keyin mana 16 litrlik Rossiyan lagani keldi do'konimizga. 200 mingdan bera olamiz buni. Rossiyaniki ishonchli. 20 litrligi 220 ming so'm.
200-220. Çelegimiz şu birdagi 160 mingdan bersa bo'ladi. Do'konimizda shunda qoshiqdonlar ham bor. Bir yana qoshiq, bir yana vilka solib qo'ysa bo'ladi. Suv pastni oqib turadigan pastavkasi ham bor. Buni kuxniyaga qo'ysa ham bo'ladi, dasturxonga qo'ysa ham bo'ladi. Bahasi 50 ming so'm buni. Ki Sami firmaning qoshiq navlarimiz ham bor. 12 qoshiq, 12 yilki 12 qoshiq bor. 250 ming so'm bo'ladi. Bular neobishniy so'nggi chiqqan dizayn. Keyin toza keyin qoshiq naburlarimizdan qalinrog'ini ishlataman deganlar uchun 300 ming so'm. Bahasi ham yaxshi, o'zi ham sifatli. Kukmara pichoq naburlarimiz ham bor, original. 300 mingdan berilamiz. Chapqisi bor, egovi, qaychisi, kichkina pichoq, go'sht kesadigan pichoq, hamma narsasi bor. Ag'achga kelib turadigani bor, aylanib turadigani bor. Bu aylanib turadi bersimi. Bu Kukmara firmaniki hammasi ishonchli. Istakanlarimiz 45 ming so'm, 40 dan berilamiz. 6 dona bo'ladi korobkada. Keyin alyumin sushilkamiz ham ko'p sotiladi. Zamonaviy zanglamay tag'in 270 ming so'm. Buni boshqacha dizaynlasam keladi bir kunga, u ham 270 ming so'm. Manzilni tushuntirsam, Shabbos buva, bu yoq mana Lavash Center, bu yoqda Giper tarafdan kelaverishda joylashgan. Kukmara magazin. Kelib baholarni o'zingiz ko'rishingiz ham mumkin.